Shanba kuni ayrim hududlarda havo harorati 30 daraja iliq bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmang. O'zgidromet O'zbekistonda 22 mart shanba kuni ob-havo qanday bo'lishini ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi esa 25-27 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 13-18 daraja iliq bo'ladi. O'zgidromet shanba va yakshanba kunlari respublikaning g'arbiy hududlariga nam va nisbatan salqin havo massalari kirib kelishi, havo harorati asta-sekin pasayishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, 23-27 mart kunlari kutilayotgan yomg'irli ob-havo sabab respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel xavfi borligini e'lon qilgan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.